Behzod aka, mana shu oddiy shtangani men noto'g'ri qiladigan bo'lsam, qanaqa travmalar olishim mumkin? Qani ishlashing ko'rchi. Xo'p. Bu bizda hozir tipa qanot ishlayapti. No bizani belimiz noto'g'ri и oyog'imiz ham noto'g'ri. Ko'pchilik novichoklar kelganda mana shunaqa упражнениyalardan boshlaydi, bular belini ortib qo'yadi. Osteoxondroz, ya'ni grijani birinchi stepeni shundan boshlanadi. Bu 1 oyda, 2 oyda bilinmaydi. Borib grija bo'lgandan keyin bo'ladi. Boshida bir og'riq beradi, to'xtaydi, og'riq beradi, to'xtaydi, keyin oxiri grija qayerdan orttirib oldim deydi. Qochib turib, men ko'rsataman hozir buni qanaqa ishlash. Xo'p, bunda turganda mana xvatni ushadik. Sredniy xvatda oyoq ozgina bukiladi. Tipadek turmaydi oyoq. Oyoq ozgina bukiladi. Ketdik. Turganda belni egar qilishimiz kerak. Ya'ni bel ichkariga kirish kerak. Qayil turish kerak. Ko'pchilik turganda belini chiqarib oladi-da, bo'ldi, mana shundan tortadi. Bunda bizani poзвоночнигimiz juda katta nagruska bo'ladi. Endi bu vesi unaqa nagruska bo'lmasa ham og'ir vesi nagruska bo'ladi. Ushlaymiz, belni kirgizamiz, oyoqni ozgina bukiladi. Mana shundan tortiladi mana. Bel ichkariga qarab turish kerak. Mana shu to'g'ri bo'ladi. Boyganda oyoq bilan belimizni noto'g'ri edi. Men bunaqa упражнениyalarni, ya'ni grudga, yelkaga, oyoqga, qanotga, qo'lga hammasini o'zim ishlagan videosini qo'yapman. Telegram kanali bor. U yerda bitta video qo'ydi bo'ldi emas. Haftasiga 20 ta video chiqadi. Haftasiga 20 ta video chiqadi. Haftasiga 20 ta video, yangi video. Bu degani cherizdan 7 ta 8 ta video где-то. Taxminan shunaqa. Kunora 7 ta 8 ta video chiqadi yangi. Men hammasini o'zim texnikasi bilan eng effektivniy упражнениyalarni ko'rsatganman. Sizlar ham texnika bilan упражнениyalarni qilmoqchi bo'lsanglar, kommentariyada plus qoldirsanglar, admin sizlarni gruppaga qo'shib qo'yadi.